Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Sharq Turkistonliklar Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenni Beijing ziyarəti jarayonida Xitoydan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qilishga da'vat qildi. Kanada parlamenti 10 ming Uyg'ur musofirni qabul qilish to'g'risidagi taklifni qabul qildi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqətinizə sunumuz. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning 5 va 6 fevral kunlari Xitoyga ziyoratga berishi planlangan bo'lib, Sharq Turkiston sürgündü hökuməti Amerika boshliq xalqaro jamiyatni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishga chaqiriq qilish uchun 1 fevral kuni axborot e'lon qildi. Sharq Turkistonliklar Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenni Beijing ziyarati jarayonida Xitoydan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qilishga chaqiriq qiladi degan temada e'lon qilingan axborotda mundaq deyildi. 5 va 6 fevral kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoydagi kasbdoshi va Xitoyning boshqa yuqori darajali xodimlari bilan ko'rishib, Amerika-Xitoy munosabatini muzokara qilmoqchi. Bu vaqt 1997 yili Sharq Turkistonning G'o'lji shahrida tinish namoyish qilib mustaqillikni talab qilganlik uchun necha yuzlagan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlari o'ldirilgan G'o'lji qirg'inchiligining 26 yilligiga to'g'ri keladigan bo'lib, bu tragediyalik qirg'inchilikni xotirlash uchun Sharq Turkiston sürgündü hökuməti va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti 5 fevral yakshanba kuni soat 1:30 dan soat 3 gacha Amerika Aqsaroyning oldida tinish namoyish o'tkazib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, ishg'oliyati va mustamlikasini ayblaydi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti Antony Blinkendan Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati, mustamlikasi va irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirishni, jazo lagerlari va turmalarga qamalgan Farhad Tursunga o'xshash to'nilgan ziyolilarni o'z ichiga olgan millionlagan Uyg'urlarni qo'yib o'tishni talab qilishni iltimos qiladi. Sharq Turkiston sürgündü hökumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandi Amerika hökuməti 1997 yildagi G'o'lji qirg'inchiligini tonishi va ayblashi kerak. Biz Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning bu fursatdan foydalanib, Xitoyning Sharq Turkistonda izchil yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va mustamlikasiga qat'iy qarshi pozitsiya tutishga chaqiramiz dedi. Bu qatimqi namoyish Amerikadagi Sharq Turkiston Uyg'ur diasporasining Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi, mustamlikasi va ishg'oliyatini oxirlashtirishni talab qilgan ovozini anglatishdagi cho'ng harakatning bir qismi. Amerika hukumatining ziyonkashlikka uchraganlarning kishilik huquqini qo'g'dash majburiyati bor. Bu qatimqi faoliyatda yana Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun ahamiyatli harakat qo'llanishga chaqiriq qilinadi. O'tgan oyda Amerika hukumatining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganligining 2 yillik xotir kuni tabriklandi. Gerçi bir qancha hukumat va parlamentlar Xitoyning irqiy qirg'inchiligini tunib yetgan bo'lsa-mu, texi hech qanday ahamiyatli harakat qo'llanilmadi. Sharq Turkiston sürgündü hökumatining strategik maslahatchisi Dr. Mamtimin Ala apandi irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishda dunyoning qochib qutulolmaydigan muqaddas va insoniy majburiyati bor dedi. U xalqaro jamiyatni bo'lib Amerika hukumatini Xitoy Sharq Turkiston to'qinishini hal qilishga, Sharq Turkiston xalqining ko'rishining sirtqi o'z taqdirini o'zi belgilash ko'rishi ekanligini, Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilishga chaqirdi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlar Xitoy tajovuzchilari 1949 yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan boshlab Xitoyning zo'ravon hokimiyati ostida nurg'unlagan azoblarni tortdi. Ular jazo lagerlari, turmalar va majburiy emgakka selish lagerlariga qamaldi. Türk ayollari Xitoy erlari bilan majburiy to'y qildirildi, tug'mas qilib etildi. Natijada Türk nufusi azayib ketdi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti xalqaro jamiyatni bu adolatsizlikni to'xtatishga, Sharq Turkistonga adolat va hurlikni elib kelishga chaqiriq qiladi. Sharq Turkiston sürgündü hökumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon Yag'ma apandi Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikning zulmning tub sababi Sharq Turkistonning ishg'ol qilinishi va mustamlika qilinishidan iborat. Biz xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishining Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining hayotda qolishining kafolati ekanligini tunib yetishni talab qilamiz dedi. Sharq Turkiston sürgündü hökumatining Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenni
Xitayning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qilishga da'vat qilgan bu axborotni qisqa vaqtda dunyoviy tunilgan matbuotlarda xabar qilinishga boshladi. ANI xabar to'ri va Print xabar to'ri qatorliq matbuotlar sürgün hukumatimizning axborotini tafsiliy xabar qildi. Kanada parlamenti 1 fevral çarşamba kuni Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochgan, Xitoyga qaytarilish xavfida qolgan 10 ming nafar Uyg'ur musofirni qabul qilish to'g'risidagi taklifni qabul qildi. Bu harakat Kanada parlamentining 2021-yili Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganligiga asoslandi. Bu harakatni qo'llagan Orqa saf parlament a'zosi Samir Zubayrning so'ziga qaraganda, az deganda 1600 nafar Sharq Turkistonlik Xitoyning buyrug'i bilan boshqa davlatlarda tutib turilgan va ya Xitoyga qaytarilishga majbur qilgan. Zubayr muxbirlarni kutib olish yig'inida bosh minister Justin Trudeau va uning kabinetining bu taklifni qo'llab bilan tashlaganligining hukumatning bu ishni amalga oshirish niyatining signalini berganligini aytgan va Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni qabul qilg'ili bo'lmaydi degan. Kanada 2024-yildan boshlab 10 ming nafar Uyg'urni 2 yil ichida o'rinlashtirishni o'tirg'a qo'ydi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Twitter hisobidan Sharq Turkiston xalqiga vakolatan parlament a'zosi Samir Zubayr va Kanada parlamentining Sharq Turkistonlik 10 ming nafar Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini Kanadaga o'rinlashtirish uchun M62 harakatini ma'qullaganligiga rahmat aytamiz. Allah Kanadaga va buni vujudga chiqarganlarga rahmat qilsin dedi. G'arb siyosiy obzorchilarining tanqidlarida bo'libmi demokratiya ostida qilinayotgan siyosiy aldamchiliklarga qarata bir qism obzorlarda Birlashma hukumat deganlik Group 8ga o'xshaydi. Ehtiyot qilmoq kerak degan qurlar kechidi. Demakchi bo'lgani siyosatchilar bir qurilmaning ahli bo'lib xato qaror elishsa, qolgan o'qituvchi partiyalar buningga darhol mudohala qiladi, uni pash qiladi yoki kelib chiqish oldidagi xatolikdan ogohlantiradi. Lekin Birlashma hukumat xato qaror olsa, demak bu ularning xalqni birlashib yasaymiz deganligidir. Obzorchilar deydiki, gaz shirkatining sho'balari orasidagi kengashda idoriy birlik xato qaror chiqarsa, uning xatoligini xizmatga tushgan hamon bayqash mumkin. Lekin Birlashma hukumat xato qaror chiqarsa, ko'pincha holda xatolik ziyonni tortib bo'lgandan keyin bo'ladi. Vabali xalqqa bo'lgan. Aslab ko'radigan bo'lsak, bu obzor bizga 2-Cumhuriyet tariximizning taqdirini eslatmay turolmaydi. Shu chaqda har qaysi tarafdan tashqi besim shakllantirib, o'xshash mustaqillik deydigan guruhlar tashqi besim bilan moslashib turib, ideologiyasi va siyosiy mavqesi sog'lom bo'lgan Cumhur raisi boshchiligidagi tashkilni Birlashma hukumat qurishga qistagan. Bu amalga oshgandan keyin Cumhuriyetning ideologiyasining qurg'uvchilarini ko'zda yo'qotib yoki tuzitib, o'rnini Birlashma hukumat tarafdorlari egallagan. Natijada Sharq Turkistonni tinch yo'l bilan qo'shqo'llab taslim qilish vazifasi mazkur Birlashma hukumatning haliqi xiyonatlik bitimiga kelish natijasida vujudga chiqqan edi. Mundaqcha aytganda, Birlashma hukumat atliq qo'tanning yasalishi mustamlikchilik davrining boshlanishining muqaddimasini yaratgan. Ishg'olchilikning mashruiyat qozonishidagi ochqichiga aylangan edi. Takarrur tarix yana shuni farqli variant va farqli bo'yoq bilan qarshimizga chiqayotganligi mash'um tarix kunimizga kelib, yana bizni o'xshash qismatning iskanjasiga qistavotgan siyosiy nodonlikning badalini aslab to'ltishga ishtiradigan bir atmosferaning shakllanishiga yang turayotgan bir holat aks etib turibdi. Qaysi bir mutafakkirning aytganidek, haqiqat yasab chiqili bo'ladigan narsa emas. Suiqasdlik siyosat dal yasab chiqilgan haqiqatning me'mori bo'lib, haq ahlining qo'lida idora qilinmagan siyosat haqiqatni qo'nchoqlashtirishdan, qilich bo'lib xalqning qinini to'kkicha aylanib qolishdan saqlanolmaydi. Aslida sun'iy barliqqa kelgan hukumatlarni avval originalda qabul qilish, orqadan originalini, ya'ni kelib hukumatning qurilish ideologiyasi bo'lgan milliy irodada tavranmaslikni adoq shuar qilgan asliligi bor bo'lgan bir hukumatni krizisning undirmanlari bilan tang o'ringa qo'yish, millatni ahmoq qilib o'ynashdan, ishlab kelayotgan hukumat mexanizmiga chumoq silib, sun'iy kun tartib yasab yo'lni oqsitishdan boshqa ish emas. Yana kelib buni bir turkum siyosiy tutumlari har turli siyosiy ansamblchilar bilan talada ayrim, mehmonxonada ayrim nafar o'ynay oladigan texi 4 yil muqaddam mustaqillik irodasini jakarlash tipidagi imzo ishida o'sayga ketgan aksicha Mr. Jackning milliy mustaqillik irodasini ziydiligüchi Şinjan ismida mavzu qo'yilgan imzo faoliyatining aktiv tashviqotchisi bo'lgan shaxsiy hayotiga qaralsimi, biror Uyg'ur bilan to'y qilganligimi bilinmagan, o'z pishtining kimligining Uyg'ur bo'lishig'imi ahamiyat bermay o'tgan millatchi siyoqidagi tiplarning
Mundaqça aytqanda, siyosatning van kempirlarining qo'lida ishga oshirilmoqchi bo'lganligining o'zila buning bir turlik asorat ahdnomasini yangilash projesining bir qismi bo'lishini ta'kidlamay qolmaydi. Xulosalaganda, ishni Sharq Turkiston hukumatidan boshlash projesining siyosiy harakatga chumoq solishda ishni oldi bilan orijinal hukumatni Made in China asman yasalgan undirma hukumatlar bilan aralashtirib harmonlash, buzish, mundaqcha aytqanda, puqi bilan bulmuqini aralashtirib yetishdan boshqa ish emasligi o'rtada. Burhan Muhammadning siyosat to'qmishining van kempirlari nima deydi nomli maqolasidan ilindi. Davomi keyingi xabarlarimizda izchil anlatildi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.